Hop, sizda konsalting yoki viza center bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, buni ikkalovi ham bir ma'noda konsalting deb nomlanadi. Va bugungi videomizni oldingi videolarimizdan ancha manfaatli bo'lishini kafolatlaymiz, chunki bugun umumiy ma'nodagi ma'lumotlardan chetlangan holda aynan sizning biznesingizga to'g'ri keladigan, sizning biznesingizdan kelib chiqqan holda va aynan sizning biznesingizga muammolarni olib chiqqan holda unga yechim berishga qaror qildik. Va videoning nomidan ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, konsalting biznesi uchun aytaylik CRM tizimi. CRM haqida eshitgansizlar, bilasizlar, aytaylik yoki bo'lmasa yaqinda eshitdinglar. Bu videomiz tabiiyki sizga foydali bo'ladi. Agar siz konsalting yoki bo'lmasa viza center rahbari bo'ladigan bo'lsangiz, ish boshqaruvchisi, tadbirkor, sotuvchi yoki marketologi bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoda O'zbekiston bozorida konsalting bizneslari qanaqa ishlashi va ulardagi eng asosiy muammolar nimadan iboratligi va aynan mana shu muammolarni CRM tizimi orqali qanaqa qilib yechish mumkin ekanligi haqida batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman va maslahatim shundan iboratki, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki har bitta aytaylik videomizda alohida slaydlardan tashkil topgan alohida vaqtimizni ketkazib sizlarga yechim qilishga qaror qildik. Unda biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, konsalting va viza center umumiy aytganda bular hammasi bitta mavzu hisoblanadi. Va biza quyidagi mavzuni boshlashimizdan oldin ko'rsatib qo'ymoqchiman, 150 dan oshiq korxonalarga CRM IP telefoniya tizimlarini joriy qildik. Va aynan konsalting mavzusi ochiladigan bo'lsa, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Qalqon konsalting, aytaylik Gate Consulting bor, B2B Visa, Grand Plus Consulting, undan tashqari VisaWay, bundan tashqari Ray Consulting, VisaLab va shundan oshiq aytaylik consulting va viza centerlarga biza xizmat ko'rsatganmiz. Biz aynan CRM IP telefoniya tizimlarini joriy qilib, aytaylik ishga tushirishga muvaffaq bo'lganmiz. Lekin bugun biza to'g'ridan to'g'ri sizlarga CRM haqida ma'lumot berish niyatimiz yo'q. Bugun sizlar bilan aytaylik sizlarni biznesni razborini qilamiz. Ya'ni konsalting biznesi o'zi qanaqa ishlaydi va qaysi jarayonlarda mijozlar yo'qotiladi, qaysi jarayonlarda asosiy muammolar kelib chiqishi mumkin. Mana shu mavzu ustida suhbat quramiz va yakunida tabiiyki xulosa yasaymiz. Ko'rishinglar mumkin, konsalting biznes jarayonlari birinchisi, ikkinchisi asosiy og'riqlar, pul va mijoz qayerda yo'qoladi, nima uchun bu muammolar paydo bo'ladi, konsalting uchun CRM nimalarni hal qiladi. Ya'ni sizning biznesingizga nima uchun kerak CRM tizimi. Biz avvalgi videolarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, umumiy ma'nolarda gaplashganmiz. Ya'ni umumiy ma'noda kichik va o'rta bizneslar deb gapirganmiz, lekin aynan sizning yo'nalishingiz, aynan har bir yo'nalish haqida suhbat ketmagan. Lekin bu videomizda biz maksimalni harakat qilamiz. Sizning biznesingizni biz tushunishimizni, sizning biznesingizni biz yaxshi bilishimizni, tajribamiz borligini ko'rsatgan holda sizga aytaylik tajribalarimizdan bo'lishamiz, muammolaringizni hal qilishga yordam beramiz va tabiiyki yakunda yechim beramiz. Unda biz suhbatni boshlaymiz. Birinchisi, bir soniya, okey. Ish jarayonlari. Konsalting biznesini men o'zim shaxsan 4 ta qismga bo'laman. Bu marketing, sotuv, xizmat ko'rsatish va qayta sotuv. Aynan bu jarayonlarda sizlarda qanaqa aytaylik etaplar bo'ladi. Marketingda sizlar bilasizlar, Instagram bor, Facebook, sayt, target, kontekst yoki SEO yoqiladi, OLX va Telegram va boshqa agregatorlar bor. Lekin shu narsani aytib o'tish kerakki, bizdagi men bilgan konsaltingda faqatgina target reklamasiga o'tirib qolgan. Faqatgina target. Va hozir sizlarga yana qo'shimcha Facebookda ham sizlarning mijozinglar bor, saytda kontekst yoqadigan, SEO yoqadigan bo'lsanglar, ya'ni mijozlar Amerikaga ishga ketmoqchiman, Polshaga yoki bo'lmasa Koreyaga o'qishga ketmoqchiman, nima deb yozishsa qat'iy nazar, sizlarning saytingizga kelib chiqadigan bo'lsa, sizda bu yuqori ehtimol bilan yaxshi konversiya bo'ladi, yaxshi sotuv bo'ladi. Chunki mijoz o'zi qidiryapti. Va bunga qo'shimcha tarzda YouTube'ga ham qo'shib qo'yasizlar. Men yosh yodimdan ko'tarilibdi. Chunki YouTube'da qancha siz ko'p mijozlaringiz haqida qayg'urib, bizga o'xshab ma'lumot beradigan bo'lsangiz, mijozlaringiz buni tabiiyki qadriga yetib sizga murojaat qiladi. Chunki sizni xuddi bizga qilayotganimiz, biz mutaxassisligimizni ommaga chiqib aytamiz. Biz mutaxassisimiz 5 yildan beri, 4 yildan beri faoliyat yuritamiz. 150 dan oshiq korxona bilan ishladik degandek. Va aynan sizga nima, sizni muammongizga yechim bera olamiz deb jar solayotganimizdek, siz ham xuddi shunaqa YouTube'ga chiqib, sizni viza xizmatlaringiz, konsalting xizmatlaringiz haqida ma'lumot bersangiz bo'ladi. Va shu yerda marketingda demak ish jarayoninglar quyidagidan iborat bo'ladi. Quyidagi ijtimoiy tarmoqlarda marketing qilasizlar va tabiiyki ikkinchisi bu sotuv.
Mana shu yerdan olib kelayotgan mijozlaringizni, zaявkalarni, murojaatlarni siz sotuv etapiga o'tkazganda bu yerda operator va sotuvchilaringiz amalga oshiradi. Va shu yerda ikkita narsani aytib o'tib ketaman. Konsalting biznesida o'ziman viza va hokazo eng asosiy ishni operatorlar qiladi. Marketing bilan sotuv qiladi. Ya'ni marketing lidlarni olib kelib sotuv обработка qiladigan bo'lsa, dokument ishlarini bitta ikkita odam hal qilib qo'yadi adashmasam, yoki bo'lmasa dokument ishlarini hal qilib beradigan korxonalar bor hattoki. Ya'ni agentstvalar bor. Men ishlaganman, o'zim shaxsan bilaman. Shuning uchun sizda bu yoqda qiladigan ishinglar turfirma biznesiga o'xshab ketadi. Tur oladigan joyinglar bitta, faqatgina kimga qancha ko'p sota olishda menimcha masala. Ya'ni xizmat, servis ko'rsata olishda. Demak, marketing qilgan yildan keyin keyingi etapinglar nima bo'ladi? Asosan sotuv, mijoz murojaat qiladi, operator bog'lanadi, konsultatsiya qiladi, mijoz o'ylab ko'radi, o'ylab ko'rgandan keyin sotuv bo'ladi, keyin xizmat ko'rsatish ishlari boshlanadi. Xizmatda dokumentlar yig'iladi, vizaga topshiriladi, viza chiqadi, o'qishga ketadi, ishga ketadi. Mana shu sizlarni mijoz aloqaga chiqqandan boshlab xarid qilgungacha, ya'ni xarid qilgandan keyin xizmat ko'rsatish etapi bo'ladi. Bu narsa sizlarda qisman bor, lekin hech qanaqa qog'ozga ham, tizimga ham tushirilmaganligi uchun mana bu jarayonlarda mijozlarni yo'qotasizlar. Sotuv bo'lgandan keyin shunchaki mijoz esdan chiqariladi. Ya'ni bo'ldi, sotuv bo'ldik, mijoz esdan chiqib ketdi. Lekin men bu narsani tavsiya qilmayman va har doim qayta aloqa, qayta sotuv etapini qo'shaman. Bu nimaga yordam beradi? Bu sarfa marketingga yordam beradi. Ya'ni mijoz bo'ldi, hop ketdi, o'qishga ketdi, ishga, undan yana qayta fikr olsa bo'ladi. Undan tavsiya olsa bo'ladi. Undan videoga chiqarib, aytaylik xalqqa ko'rsatsa bo'ladi. Mana bizdan mijozimiz xarid qildi, mijozimiz sotib oldi. Mana bizga murojaat qilinglar degan ma'noda. Lekin ko'pincha 90% men bilgan korxonalar bu bilan ishlamaydi. Men maslahat berardimki, sizda agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, bitta odam qo'yib qo'ysangiz, shu mijozlarga qayta bog'lanib chiqish orqali ularni qarindoshidan, ularni tanish bilish, ularni networkingidan yana sizlarga tekin mijozlar keladi. Va eng issiq, kam asabiydigan, kam vaqtingizni, ko'pgina vaqtingizni tejaydigan mijozlar aynan qayta sotuv, qayta aloqadan kelib chiqadi. Va mana men bitta yozib qo'yganimda, konsaltingda sotuv tez yopilmaydi, qaror o'ylab qabul qiladi. Shu narsani tushunib olish kerak, sizning biznesingizda ham, bizning biznesda ham qaror qabul qilish tez bo'lmaydi. Hech kim sizga bitta telefon qilib, "Bo'ldi, ertaga Polshaga ishga ketaman" yoki "Ertaga Koreyaga o'qishga ketaman" demaydi. Ish jarayoni uzoq, sotish jarayoni ham uzoq. Va aynan shuni hisobiga ham sizda quyidagi etaplar mavjud. Ya'ni 4 ta etapga bo'lib chiqdik. Keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, konsalting biznesidagi, men bilgan konsaltinglardagi ko'pginalarida quyidagi muammolar paydo bo'ladi. Ya'ni quyidagi muammolar bor hozir sizda. Birinchisi marketingda, ikkinchisi sotuv, uchinchisi xizmat ko'rsatishda. Marketingda tabiiyki men eng ko'p qaytaradigan muammolardan bittasi, ko'p pul sarflaysiz, lekin natija olmaysiz. Qayerga qancha aytaylik rasxod qilyapsiz va uni okupatsiya qilyaptimi? Ya'ni tikayotgan pulingiz o'zini o'zi oqlayaptimi, shuni bilmaysiz. Va eng asosiysi yana bitta, sifatsiz lidlarni kelayotganini analizini qila olmaysiz. Ya'ni misol uchun $1000 sarfladingiz, 1000 ta zaявка keldi, ichidan 10 ta dona sotib oldi. Qolgan 990 tasi sotib olmasligining ilojisi yo'q. Vaholanki aynan shuni analizi bu yerda mavjud emas. Ya'ni sizda hozir mavjud emas. O'shani hisobiga ham siz yana yangi mijozlarni jalb qilish bilan ovora bo'lyapsiz. Ikkinchisi, muammolar keladigan bo'lsa, bu sotuv oyma-oy tushib ketadi, chunki konkurensiya ko'payib ketyapti. Bozor ulushini har bitta yangi qo'shilayotgan aytaylik korxona o'ziga olishga harakat qiladi. Misol 5%, 1%, 0.01 misol shunday. Katta pirog qiladigan bo'lsak, u doimo kamayib boradi. Agar siz o'z ustingiz ishlamaydigan bo'lsangiz va analiz qilmaydigan bo'lsangiz. Qaysi sotuvchi qanaqa ishlayotganini bilmayapsiz, muammolardan aytamiz-da. Nega mijozlar sizdan olmayotganini bilmayapsiz va mijozlarga vaqtida bog'lanilmayapti. Menejerlarda kunlik, haftalik, oylik hisobotlar mavjud emas. Mana quyidagi muammolar sizni aytaylik biznesingizni orqaga tortadi. Sizni biznesingizni aytaylik ko'proq sotuv qilib, ko'proq daromad qilib, yangi etapga chiqishga, filial ochishga, xodimlarni kengaytirishga, aytaylik turli xil marketing yo'llaridan foydalanishingizga to'sqinlik qiladi. Uchinchisi xizmat ko'rsatish. Bu qaysi mijoz, qaysi jarayonda ekanligini bilmaysiz. Qaysi dokument olib kelgani va yoki olib kelmagani noma'lum.
ishi qanchadan beri olib borayotgani, mijoz barcha ma'lumotlari bitta joyda emasligi uchun xizmat ko'rsatish sifati past bo'ladi. Va men sizga bitta narsani aytaman, O'zbekiston bozorida xizmat ko'rsatish sifati haqiqatan ham past, lekin aynan xizmat ko'rsatish sifatini yuqoriga ko'tarsangizgina siz konkurentlaringizdan o'tib ketish imkoniyatingiz bor. Chunki aynan xizmat ko'rsatish sifati bu konkurentlaringizdan ustun tarafiy sifatida o'ynashi mumkin. Va bunga yana bitta qaytamiz. Xo'p, asosiy mavzuga o'tamiz endi. Pul va mijoz qayerda yo'qoladi? Zo'r savol. Pul bu mijoz, mijoz bu pul. Shuning uchun ikkalovini bittada yozib qo'ydik. Xo'p, qaytaradigan bo'lsak, mijozlaringiz hozir qayerda yo'qolyapti? Ko'pgina tadbirkorlar bilan aytsak, ochig'ini aytaman, bu muammolar borligini bilmas ekanda, mana olmasiga aytaman, quyidagi muammolar borligini shunchaki bilmaydi. Ishlab yurishibdi misol uchun-da. Yoki bo'lmasa bilib turib ko'zligini yumishadi. Xo'p, birinchi etapni o'zidayoq mijoz yo'qoladi. Ya'ni bu yoqda tezlik rol o'ynaydi. Sizni biznesingiz ham, konsalting ham, va hokazo ham, любой biznes hozir turfirma biznesiga o'xshab ketadi. Dorixona bo'lib ketdi qisqasida. Bizda O'zbekistonda o'zingiz bilasizlar qanaqa biznes ochilishini. Bittasi ochadi, yaxshi yuradi, 10 tasi ketidan yuguradi. Xuddi shunaqa. Birinchi etapni o'zidayoq sizlar mijoz yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin tizimsiz. Bu nima degani? Bu degani, men sizga zaifga qoldirdimmi mijoz sifatida, sizdan tashqari demak kamida men 3-4 ta konsaltingni zaifga qoldirganman. Va yana nima bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, men zaifga qoldiryapman deb menga sizlar bir necha kundan keyin aloqaga chiqasizlar yoki bir necha soatlar o'tib ketyapti. Aynan bu ham problema. Chunki sizdan oldin boshqalar murojaat qilgan bo'lsa, men ular bilan o'zi gaplashib qo'yganman, misol uchun. Demak, pul va mijoz birinchi etap o'zida yo'qoladi. Birinchi etap deganda quyidagi etapni nazar tutamiz. Ya'ni murojaat kelib tushdi, birinchi aloqa bir necha kundan keyin bo'ldi, vaqtida bog'lanilmadi va quyidagi etapda tabiiyki bo'lmaydi. Mana bu yerda omadi degan etap bor. Ikkinchisi bu qayta bog'lanilmaydi. Hozir biza zamon tez o'zgarayotgan davrda yashayapmiz. Biza telefon qilganingizda men uyda bo'lishim mumkin, ko'chada, rulda, kimdir bilan gaplashayotgan, uchrashuvda bo'lishim mumkin, mehmonda ovqat yeyotgan, million xil turda holat bo'ladi va menga telefon qilganingizda men telefonni ko'tara olmasligim bu tabiiy holat. Lekin sizning biznesingizda hozir nima bo'lyapti? Operatorlaringiz mijozga bir marta telefon qilib, qolgan paytda telefon qilmayapti. Va bu mijozlarni esdan chiqarib olib, yangi mijozlar bilan yana dalshi telefon qilishni davom ettiryapti. Bu eng katta problema. Chunki men telefoningizni ko'tarmadim degani bu men sizning xizmatingizdan foydalanmayman degani emas. Keyingisi bu o'ylab ko'radigan mijozlar bilan alohida ishlanmaslik. Ya'ni mana men etap ko'ryapmiz, o'ylab ko'radidan keyin sotuv bo'ladi odatda yoki sotuv bo'lmaydi. Yo unaqasi, yo pan, yo propan. Endi sotuv bo'lish va bo'lmasligi bu sizlarga bog'liq. Chunki men konsultatsiya olganimdan keyin men uyimdagilar bilan maslahatlashaman, chunki chet elga ketish bu oson ish emas. Oyligimni kutaman, kimdir qarz berish kerak, kimdan qarz olishim kerak, va hokazoda million ta odam bor, men gaplashib, tushuntirishib, aytaylik qaror qabul qilishim kerak bo'lgan. Va aynan o'ylab ko'raman jarayoni bir necha kundan oylarga cho'zilishi mumkin. Mana shu paytda operatorlaringiz yuqori ehtimol bilan klientni yo'qotib qo'yapti hozir. Shu narsani tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Sotuvni analiz qilmaysizlar, ya'ni pul qayerda yo'qoladi? Sotuv analiz qilmaslikdan, sifatsiz, tartibsiz xizmatdan. Mijoz telefon qilganda unga chiroyli muomala yo'q. Mijoz telefon qilgan, har telefon qilgan yangi operator yana qaytadan mijoz haqida ma'lumot so'rayapti. Yana qaytadan siz kim edingiz, nima edingiz, nima qoldirgansiz, qayerga ketyaptidingiz, nima dokument bergansiz. Har gal bir xil tema, bir xil tog'ora. Xo'p, va boshqa ko'plab sabablar tufayli mijozlar yo'qotiladi. Xo'p, keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, bu muammolarning kelib chiqish sababi nimada deydigan bo'lsanglar, bu 5 ta sababi bor. Yagona tizim yo'qligi, mijozlar bazasi Instagramda, Telegramda, telefonda, xodimlarning telefonida qatladadir, misol uchun yotgani tufayli aytaylik mijozlar bazasi tarqoq, bitta joyda shakllanmagan. Uchinchisi sotuv bosqichlari aniqlanmagan, sotuv bosqichlarini men sizlarga hozir ko'rsataman. Misol uchun 10 ta sotuv bosqichi bor. Lekin buni na biznes egasi qog'ozga tushirib, daftarga doskaga yopishtirib qo'ygan, na bir xodimlarga aytib beringlar desak, misol uchun aytib bera olmaydi. Meni esimda ma'lum bir korxonaga borganimizda, u ham konsalting, nomini aytmayman.
qanaqa protsesslar kechadi desam, mijoz aloqaga chiqay, konsultatsiya qilamiz, sotib oladi deydi. Bo'ldimi doma? Boshqa etap yo'qmi desam, yo'q dedi. Keyin men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda, xo'p, sizga birinchi zaif kelib tushadi, to'g'rimi desam, ha, zaif kelib tushadi. Keyin operator bog'lanadi, keyin sotuvchi ishlaydi, to'g'rimi doma? Keyin o'ylab ko'rish kerak. Keyin aytaylik, ofischilar keladi, to'g'rimi? Keyin dokument yig'asizlar. Bu jarayonlarchi doma? Keyin miyasiga yetib boryapti, ko'rasiz, даже bilmaydi. Xo'p, undan keyingisi sotuv bosqichlari aniqlanmagan, nazorat qo'lda tahlil qilinmaydi. Ya'ni siz kecha bir aytaylik tadbirkorning gapini eshitib qoldim. Kichik bizneslar asosan o'zini o'zi band qilgan shaxslar bo'lar ekan asosan. Nimaga unaqa desa, tizim bo'lmagandan keyin ichki operatsionniy kichik muammolar bilan o'ralashib yuradi va aytaylik bu muammolar tufayli biznes kengaya olmaydi. Biznesning masshtabi bu tadbirkorni fikrlash doirasi bilan bir xil bo'ladi. Shuni narsani tushunib olish kerak. Nimaga bu narsani aytaman? Chunki tadbirkor qo'li qancha bo'sh bo'lsa, ya'ni miyasi qancha bo'sh bo'lsa, shuncha yangi g'oyalar, kengayish, partnyorlar, misol uchun filial ochish haqida bosh qotiradi. Lekin quyidagi muammolar bo'lar ekan, u narsadan aytaylik o'ylamasa ham bo'ladi, chunki bu qiyin masala. Analiz qilmas ekansiz, nazorat qila olmaysiz. Ya'ni marketingga, sotuv, xizmat ko'rsatishda nima muammolar bor, nima yaxshi ketyapti, nima yaxshi ketmayapti, bu narsalarni doimiy ravishda analiz qilmas ekansiz, sizdagi aytaylik sizni boshqa bozorga kirib kelayotgan yangi konkurentlar yoki bo'lmasa hozirgi o'zini ustida ishlayotgan konkurentlaringiz doim o'tib ketaveradi. Xo'p, endi eng asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, CRM sizga nima beradi? Ya'ni mana bularni ko'rsatib chiqdi. Ish jarayoni haqida, asosiy muammolar, qayerda yo'qolishi, bu muammolar kelib chiqishini gaplashdik. Bugungi videomizda to'g'ridan-to'g'ri CRM sizga to'g'ri keladi, 1 2 3 4 5 muammoni hal qilib beradi deyish bilan cheklanib qolish bo'lmadi. Chunki biz 4 yildan beri ishlayapmiz, 1 yillikdan oshiq korxonalar bilan ishladik va aynan mana shu tajribani sizlarga ko'rsatib, tushuntirib berish. Ya'ni sizni biznesingizni biz bilamiz, tushunamiz va jarayonlar quyidagicha ketadi deb sizga qaysidir ma'noda o'z tavsiyalarimizni, muammolaringizni mana qilib ko'rsatib berishga harakat qildik. Nimaga unaqa deyapman? Chunki mana bu yerda biz ishlagan korxonalar ro'yxati bor. Va aynan yuqorida aytib o'tganimdek, biz mana ya'ni Visa Center Consulting'dan oladigan bo'lsak, Visa Lab, Ray Consulting. Misol uchun, keyin bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, B2B Visa bor, ya'ni VisaWay bor, Qalqon Consulting, Gate Consulting. Undan tashqari Grand Plus Education bor. Misol uchun bular hammasi konsalting turlariga oid. Qaysidiri o'qishga jo'natadi, qaysidiri aytaylik ishga, viza olishga yordam beradi. Va undan tashqari qolganlar ishlab chiqarish, onlayn, offlayn do'konlar bor bu yoqda, ya'ni atir savdosi, misol uchun qurilish korxonalari sizlar bilgan, misol Kukmara, Dusel korxonalari, Lipmotor, Kubix, Innovation o'quv markazlari, Kittik Travel, Pero ishlab chiqarish, ya'ni ko'p. Mana shu korxonalar bilan biz ishlaganmiz va aynan biz tajribamiz bilan bo'lishyapmiz hozir sizlar bilan. Va aynan CRM endi o'zi nima beradi, nima foydasi bor deydigan bo'lsangiz, hozir biz aynan u yoki bu CRM haqida emas, umumiy CRM haqida gaplashyapmiz. Va shu narsani aytib o'tishim kerakki, CRM sizlarga 3 ta etapda yordam beradi. Marketingda, sotuvda, xizmat sifatida. Xo'p, marketingda qatga qancha sarflayotganingizni ko'rasiz, foyda keltiryaptimi yo'qmi, shuni ko'rsangiz bo'ladi va to'g'ri joyga, to'g'ri strategiya orqali reklamaga pul tikasiz va natija olasiz. Ikkinchisi sotuv bo'yicha. Operator va sotuv bo'yicha nima savolingiz bo'lsa, CRM tizimida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Qaysi xizmatingiz yaxshi sotilyapti, nimaga mijoz ketib qolyapti, qaysi operatoringiz qanaqa ishlayapti, ovozlarni eshitasiz, analitika qilasiz. Siz Dubayga ketib olmaysizmi? Telefoningizda bu hamma narsani ko'rib tursangiz bo'ladi. Xodimlarning tepasida turmasdan. Keyingi mavzu bu xizmat sifati. Quyidagi men har doim aytadigan narsam CRM 3 ta tomonga foyda olib keladi. Birinchisi bu rahbarga, xodimga hamda mijozga. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, rahbar qo'l ostida hamma ma'lumotni onlayn formatda ko'radi. Telefondan shunda ko'rib tursa bo'ladi. Xodimlaringiz hech qaysi mijozni esdan chiqarib qo'ymaydi. Bu degani ko'proq sotishga imkon bo'ladi va ko'proq daromad qiladi. Tartib bo'ladi. Uchinchisi, mijozga nima foydasi bor desangiz, mijoz sifatli servis oladi. Chunki mijoz bunga loyiq, chunki sizlarga pul beryapti, demak sifatli
xushmuomala, aniq va tiniq aytaylik ma'lumotlarni olishga haqli. Mana nimaga yordam beradi. Va mana bu yerda hozir men sizga ko'rsataman. Biz kimlardan Kukmaradan hamda aytaylik, hozir men sizga aytaman. Kukmaradan otziv oldik. Hozir. Qisqasi 5 ta biz korxonadan ketma-ketlikda otziv oldik. Ya'ni u yoki bu korxonada CRM tizimi joriy qilgandan keyin nima foydalar oldinglar degan ma'noda savol berdik va buni YouTube'da joyladik. Pastdagi havola orqali YouTube'ga o'tib, mijozlarimiz gapirsin degan videoni ko'rsanglar bo'ladi. Va u yoqda biz 5 ta mijozlardan so'raganmiz. CRM o'rnatdik, nima foyda oldinglar desak, kimdirlar 10-20% ga o'sdik, kimdirlar bir necha karraga o'sdik degan. Va mana bu doimiy qaytaraman. Agar sizda tizim bo'lmasa, hozir men aytgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, tizim o'rnatish orqali siz quyidagi muammolarni bartaraf qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va kamida 10% dan 30% gacha sotuvingiz oshadi. Buni nimaga men ishonch bilan aytaman? Vaholanki tizimni o'rnatib qo'ysangiz o'zidan o'zi oshirmaydi. Bu hech qanaqa sehrli tayoqcha emas. Men har doim bu narsani qaytaraman. Men noto'g'ri tushunmayman. Qanaqa qilib sotuvni oshirib beradi desa, endi o'zingiz tasavvur qiling. Hozir aynan bir marta telefon qilib mijozga qaytib bog'lanilmayapti. O'ylab ko'rgan mijozlarga telefon qilib bog'lanilmayapti. Sirazi mijozga vaqtida aloqaga chiqilmayapti. Marketingga faqat targetga reklama beryapsizlar. Sifatsiz analiz qilinmayapti. Mana shu hamma narsani qiladigan bo'lsanglar, ya'ni sababiyatini qiladigan bo'lsanglar, sotuvlarni oshishi tabiiy kafolatlanadi. Tabiiyki bu tabiiy holatga aylanadi, tushunasizmi? Mana bu korxonalar ham aynan aytaylik quyidagi tizimlarni joriy qilgan. Alohida o'zi uchun sotuv bo'limi operatorlarni joriy qilib, onlayn savdoni yo'lga qo'ygan va ularni nazorat qilyapti hozir. Kim qanaqa gaplashayotgani, qancha sotuv bo'layotgani, boya qancha reklamaga pul kiritilgani-yu, qancha mijoz kelganini shular bilib turishibdi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, muammolarni ko'rsatdim. Ish jarayonlarini biz bilishimizni, tajribamiz bilan bo'lishdik. Ma'lum bir joylarni tushungan bo'lsangiz, o'shalarni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Yechimlarini tabiiyki ko'rsatib berdik. CRM tizimlari orqali bu narsalarni bartaraf qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Va biz 4 yildan oshiq tajriba, 150 dan oshiq loyihalarni joriy qilganimizdan kelib chiqqan holda bu narsani biz sizga tabiiyki joriy qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Men Bekzod Xanov, kompaniya Bit24, bizning xizmatlarimiz hamma CRM Bittrex IP telefoni. Quyidagi tizimlarni joriy qilamiz, o'rnatamiz, o'rgatamiz, xodimlaringlarni tayyorlab o'rgatamiz. Xo'p, biz konsultatsiya beramiz birinchi etapda, keyin qaysi tizim sizga to'g'ri keladi, shuni ko'rib chiqamiz. Konkurentlar qanaqa ishlatishyapti, misol uchun nima foydasi bor. Vaholanki, ochiqdan aytaman, mana shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, men sizlarni tabriklayman. Endi sizlarda tushuncha bo'ldi. Nima muammolarni qanaqa yechsa bo'ladi CRM tizimi orqali. Va quyidagi nomerlar orqali menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Iloji boricha o'zim aloqaga chiqishga harakat qilaman, ya'ni telefon qilganingizda ko'tarishga harakat qilaman. O'zim oladigan bo'lsam, tabiiyki dildan suhbat qursak bo'ladi. Men sizlarga qisqacha ma'lumot beraman, savollar bo'lsa berasizlar va bu tizimni qancha vaqtli joriy qiladigan bo'lsak, qancha tez joriy qiladigan bo'lsak, shuncha mijozlar yo'qolishini oldini olib, aytaylik konkurentlardan oldinroqqa o'tib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tabiiyki like va obuna bo'lishni unutmanglar. Meni ijtimoiy tarmoqlarda obuna bo'linglar. Saytimiz bor, Instagram bor, Telegramim bor, nomerimni misol uchun har doim istoriyalar qo'yib boraman. Aynan nima qilyapmiz, qanaqa qilyapmiz, kimga nima o'rnatyapmiz, kim nima foyda ko'ryapti, o'sha istoriyalar ko'rib tursanglar bo'ladi. Va kanalimga obuna bo'lish orqali tekin ma'lumotlar, aytaylik PDF fayllar, sotuv va CRM bo'yicha kurslar, mana shu aytaylik Telegram kanalimdan olsanglar bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Savollar bo'lsa, nomerimga murojaat qilasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.